Navoiy shahri bugun yoshlar orzu maqsadlari, ta'lim va mehnat bozorini birlashtirgan muhim maydonga aylandi. Kelajakka qadam dasturi doirasida Talaba Expo 2026 yirik kasb va ta'lim ko'rgazmasi tashkil etildi. Ayni daqiqalarda muxbirimiz Feruza O'ktamova to'g'ridan-to'g'ri jonli efir orqali xabar beradi. Marhamat. Kanalda to'g'rimiz ishlayapti. Anchalar ishlaydi yigit. Tez ishlayapti. Intizomimizga, mijozlarga xizmatlashimiz kerak. O'sha yaxshiginada. Aynan bugun tanlangan kasb ertangi muvaffaqiyatning poydevoridir. Aynan Talaba Expo 2026 kasb yarmarkasi navoiylik yoshlarga ana shu imkoniyatni taqdim etmoqda. Va aynan ma'lumot o'rnida aytish joiz, Navoiy viloyatida joriy yilda aynan mehnat bozoriga 10 mingdan ortiq yoshlar kirib kelmoqda. Bugungi Talaba Expo yarmarkasida esa aynan 150 dan ortiq ish beruvchilar va 1300 dan ortiq ish o'rinlari taklif etilmoqda. 3000 dan ziyod talabalar ishtirok etyapti va 1000 dan ortiq yoshlarning bandligi ta'minlanishi rejalashtirilmoqda. Biz yana qo'shimcha ma'lumotlarni olish uchun suhbatdoshimiz Akmal Salimovga murojaat etamiz. Oliy ta'lim va fan innovatsiyalar vazirligi bosh mutaxassisi. Demak, ma'lumotlar bilan bo'lishasiz. Muhtaram yurtboshimizning tashabbuslari bilan kelajakka qadam dasturi doirasida mana bu yil 2-yildirki Talaba Expo kasb ko'rgazmalari tashkil etilmoqda. Bu barcha hududlarda tashkil etilish amaliyoti demak joriy etildi va bugungi kunga qadar juda ham yaxshi natijalarni berib kelmoqda. Navbatdagi bizning tadbirlarimiz demak bugun Navoiy viloyatida tashkil etilgan va yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek 10 mingdan ortiq bitiruvchilarimiz o'sha bugun oliy ta'lim muassasalarini bitirib mehnat bozoriga kirib kelmoqda va endilikda oliygohlarni va bizning oldimizda turgan eng ustuvor vazifa sifatida ularni bandligini ta'minlash masalasi turibdi. Shu bilan birgalikda ularni tadbirkorlikka jalb etish masalasi. Aynan o'sha yurtboshimizning tashabbuslari bilan joriy qilingan mazkur dastur Talaba Expo tadbirlari bitiruvchilarni mehnat bozorida o'z o'rnini egallashlari va ish beruvchilar va bitiruvchilarni bir maydonga demak birlashtirgan bir katta bir tajriba maydoni desak ham bo'ladi. Bitiruvchilarimiz bugungi kunda o'zlarini egallagan amaliy ko'nikmalariga mos o'sha kasblarni egallash imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Dastlab va bilasizmi, aynan bugun tadbir ko'p bosqichda o'tkazilyapti. Hozirda demak bizni birinchi bosqichimiz o'sha bevosita ish beruvchilar bilan birgalikda kasb ko'rgazmasini tashkil etdik va hozir biz rahbar va yoshlar shu bilan birgalikda tadbirkorlar bilan uchrashuvni tashkil etyapmiz va o'z navbatda bitiruvchilarni startap loyihalarini ham taqdimoti o'tkazilyapti hozir. Demak, bugungi Expo ham aynan imkoniyat, imtiyoz va yoshlarning tashabbuslarini rag'batlantiradi. Demak, jarayonlar davom etmoqda. Navoiydan Feruza O'ktamova. Ma'lumotlar uchun rahmat. Bu